Sog'ayni, menga yordam qilvar. Ozgina pul kerak bo'lib qoldi. Uyimga ketolmayapman. Ko'chada qoldim, iltimos. Yo'q, pul bermayman. Oz berganim bilan baribir ichasiz. Ey mo'minlar, sizlarga rizq qilib bergan narsamizdan sadaqa qiling. Baqara surasi 254-oyat. Har bir boy nochor odam uchun mas'uldir. Har bir boyning zimmasida kambag'allarning haqqi bor. Xudo mening rizqimni ham senga bergan. Haqimni ber. Qarasam 4 muncha soppa-sog' ekan. Atrofda bitta sipir bering, keyin beraman. Ey, ko'rmayapsizmi namoz o'qiyapman? Nega oldimdan yurib o'tdingiz? Chalg'ityapsiz axir. Uzr. Ming bor uzr. Men-ku mayli ishqida seni ko'rmay qolibman. Lekin sen qanday qilib Allohni ishqida bo'la turib meni ko'rding, ha? Iltimos og'ayni, menga yordam qilvar.